Assalomu alaykum barchaga. Katta odam kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Ark Survival Ascended. Yes baby. Ark Survival Ascended Scorched Earth xaritasida umid qilamanki kayfiyatlaringiz zo'rdir, kunlaringiz zo'r o'tayotgandir o'rtoqlar. Anchadan beri men o'zim ham o'yinga kirganim yo'q, endi kiryapman. O'zim ham sog'indim o'yinni to'g'risi. Umid qilamanki tinchdirsizlar. Ro'za Ramazonlar chiroyli o'tayotgandir. Uyimizga qaytib boramiz. Men to'g'ri eslashim bo'yicha anaqa qilganmiz. Nimani media uyimiz mana bu tarafdamidi. Uyimiz qaysi tarafda edi? Hop, uyimiz mana shu taraflarda. Ajdarho tuxumlarini o'g'irlab kelganmiz. Shularni ochirib imprint qilib, voy, imprint uchun qo'y go'shti kerak. Men qo'y qidirib yurgandim-da. Oh my god. Qo'y qidiramiz. Ajdarimizni ochirish qiyin emas, katta qilish ham qiyin emas, faqat uni imprint qilish kerak. Imprint nima deb so'raganlar uchun imprint bu qanaqadir o'zingizga o'rgatasiz-da. O'zingizga o'rgatasiz, keyin necha foizdir ham nimalari oshib beradi. Katta qilayotganda yaxshi qaraysiz degani bu. Istagan narsalarni berasiz, keyin shu yaxshi nima bo'ladi, statuslari oshadi, joni ko'proq bo'ladi, zarbasi yaxshiroq bo'ladi. Aslida uni nimasiz ham ichimligi bo'ladi, maxsus ichimligi bor. Men o'shan modini qo'shib qo'yganman. Usiz qilsa ham bo'ladi, lekin chicha qandaydir eplolmayapman uni hozir. Demak, birortasini ochirib qo'yaveraylik, ha. Davay. Chiqsi yo'q. Birorta ajdarni ochirib qo'yaveraylik. Zarrazi. Qani 3 ta, olov 125 onasi, bu 135, lightning 140. Wow. Shu chaqmoqlikni anaqa qilaylikmi, ha? Chaqmoqlikni. Senga nima bo'ldi? Sen nima qilyapsan bu yerda? Qatl deydi. 14%. Ko'ryapsizmi? Mana imprint bo'ldi 14% ga. 29% bo'ldi option. Sen men orqamdan yuribsan? Men orqamdan yurma. Qani? Ochiramiz hozir. Ajdarimizni men bilan ham tug'iyotgan bo'lsa kerak, ha. Qayerda ochirsak, qani sal kattaroq. Mana shu yerda ochiraylik. Qani? Bismillah. Hop, ochirildi. 135 chiqdi. Bu qizilmi? Katta bo'lyapti. Hop, men qo'yib. Ko'ryapsizlar? Yo'q, qizilmi? Men qizil kutmagan. Odatda chaqmoqli nima deydi? Chaqmoq deydi. Xullas, lightning deyiladi. Lightning ajdarholar ko'k bo'ladi-da. Bu qizilmi, to'q pushti desa bo'ladimi? Katta bo'lyapti. Katta bo'lish tezligi yaxshi. Men imprint qilishga qiziqyapman, qani. 10 sekund, 9 sekund. Adashmasam, bundoq turib, men bunga solib, yana tashlasa imprint bo'larmidi? Qani, necha foiz bo'ldi? 1% yo'q, bo'lmadi. Ana ko'ryapsizmi? Ajdarho nimasini xohlayapti ekan. Ajdarho sutini xohlayapti ekan. Sut ichar ekan. Ana buni endi aytganini olib kelish kerak bo'ladi. Demak, ajdarho sutini qayerdan topsa bo'ladi? Onasini uxlatish kerakmi? Urg'ochi ajdarhoni uxlatish kerakmi? Yo, любой ajdarhoning jinsi bo'lmasmidi? Qanaqa ekan? Bu hozir katta bo'lyaptimi? Ko'raylikchi. Statusi qorni to'yapti, joni ham ko'payapti. 35, 34. Tegmay tur Muhammad Yahyo menga. Robot pastda qanaqadir nima bor? Vaqt ham ketyapti-da. Qani chiqaraylikchi. Vibrant milk ichar ekan. 33%. 4,5 ming joni bor, zarbasi 319. Menimcha shundoq uchib ko'ramiz. Bu oddiy katta bo'laversin. Hech qanaqa imprint qila olmaymiz, buni aytganini qila olmaymiz. Yaxshi bo'lardi. Shundoq uchib ko'ramiz o'zida. Qo'y qidiramiz, qo'y topishimiz kerak.
Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz shu. Qo'y topsak, mana qaranglar, imprint ichimligi bor. Vaqt turib imprint qilsak, afsuski rasmi hali ham yo'q. Mana romatdan 2 dona qo'y yetishmayapti. Qo'y go'shti yetishmayapti. Afsus. Bizga demak, yo bitta bo'lsa ham so'yib tashaverardim qo'ydi. Uni go'shti anchaga yetar edi. Yoki ikkita topsak, uni ko'paytirardikda. 50% bo'ldi. Ochdan o'lmaydi. Hop, sen bu yerda turibman. Men narsalarni qo'yib qo'yay. Ba'zi narsalar olib kelgan ekanmiz. Resurslar bu yoqqa. Sen resurs. Achiydigan resurslar xolodilnikka. Sen bilasan. Ikkigin mana bu yoqqa. Ana shunday. Qo'y qidiramiz ekanda, qo'y. Ishimiz shu ekan bugun. Ajdarimiz tez katta bo'ladi. Mana katta bo'lish tezligini ko'tarib qo'yganman, shuning uchun 64% bo'ldi allaqachon. Bularni minish uchun anaqa kerak emas. Egar kerak emas, afsuski deganim sababi egar ham zirh qo'shib turadi-da. Shuning uchun egarli hayvonlar jalik zarbalarda to'sadi va egar ham to'sadi zarbani. Xo'p, menimcha Argent Davis'ni olaman men o'zim bilan. Wow, bunun ichida narsa bor ekan. Go'sht olaylik, buni olaylik. Qolgan narsalar deyarli musor tashlaveramiz. Zup etib. Endi sen meniki. Ana shunday. Qani necha foiz bo'ldi? 78. Rosa qonab ketgan iloji endi buni sekin joni to'ladi. Buni uchamiz, xaritani aylanamiz, qo'y qidiramiz. Qo'y asosan bu qizil portalni yonida, mana bu ko'k yashil portalni yonida bor ekan. Ular portallarning yonida qo'y bo'lar ekan. Ularga aylanish kerak ekan. Faqat portallarning yonida vahshiy hayvonlar ham ko'p bo'lganligi uchun hujum qilib o'ldirib qo'yishar ekanda. Mana shu yerda anaqani qo'shishim kelyapti men, odamlarning modini qo'shib qo'yim kelyapti. Chunki odamlarni uyini lut qilsak, qo'ydi go'shi bu narsalar chiqardi-da. Shuni qo'shib qo'yim ekan, ha. Hop, davay qo'shamiz hozir 1 minut. Mana o'rtoqlar, qo'shib qo'ydim. Endi ko'ramiz qani. Uchib yurganimizda o'z odamlarning uyini ko'rsak, yengil ana qilamiz-da, lut qilamiz. Davay. Hop, katta bo'ldi. Ajdarimiz katta bo'ldi. Mana. Ustida tikka tursa bo'ladi. Oh my god, birinchi ajdar o'rtoqlar. Wow. Katta ajdar emas, afsuski, kichkina ajdar. Bu yerda rasmga olmayman, chunki yaxshi joy emas ekan. Joni ham kam hozir. Menimcha shu qizilda ichida dog'lar ham bor-da, shuni ketqizish kerak. 1,5 ming joni bor ekan. Men buni qo'ysam, majburlab ovqat yetirsa bo'ladi bunga. Qarang, ko'tariladi 1600. Menimcha jonini sal to'ldirish kerak buni. Xo'p, hozir to'ldiraman. Men qarang endi buni. Qani bir qo'nchi. O'yin qotyapti nimagadir. Xo'p. Qo'n. Demak, mishkani chap tarafi tishlaydi, oddiy tishlash. Endi o'ng tarafi mana shunaqangi chaqmoq otadi. Mana rasmga olib ko'raylikchi. Olovli deyapman, nima edi? Chaqmoq otadiganmi? Chaqmoqda, to'g'rimi? Chaqmoq otadigan ajdar. Og'izda qo'raylar. Ana bunday qilib rasmga olsak bo'ladi. Chaqmoq otadigan ajdar. Zo'r, ha? Vashshi zo'r. Hop, men rasmga oldim. Chiroyli. Qani? Oddiy zarbasini tishlaydi. Qani bu yoqqa keching. 10. Qani? 267.
Tez. Yomon emas. Nuni qarang, taxlab tashladi 50 dan. Nimani taxlab tashladi lekin. Ama nimani ham staminani ham ichib qo'yar ekanda. Uje men odamlar ko'ryapman. Uje odamlar ko'rishni boshladimmi? Juda yaxshi. Menimcha staminasiga birinchi o'rinda staminaga berishimiz kerak. Chunki ana qarang, odamlar uje, voy. Uylaring bormi? Menga qo'y go'shti kerak. Uylaring bo'lsa men bir loot qilib chiqardim. Uy ko'rmayapman. Mayli, qani aylanamiz. Hop, qani mana bularni ko'rib ketamiz. Megateri. Yuqori level Megateri ko'rsak o'rgatamiz. Chunki bu so'radigan hayvoni. Hop, soat necha? 16:23. Hop, hali vaqt bor. Bemalol o'ynasak bo'ladi. Da ketdik. Menimcha to'g'ri nimaga boraveramiz. Shu qizil drop deyman. Qizil nimaga boraychi? Mana qarang, odamlardan tushgan narsalarni staminaga beramiz. Stamina 962. Menga shu bir 1,5 ming atrofida kam o qancha bo'lsa-yu, lekin 2000 stamina bo'lsa zo'r bo'ladi. Nimalarni o'zgartirib qo'yaman shekilli. Staminaga ochko berganda sal ko'proq stamina ko'tariladigan qilib qo'yaman shekilli. Chunki bu vahimali narsa emas stamina. Masalan, jon bilan zarbani o'zgartirish nima desa bo'ladi. Mumkin emas deyishcha noto'g'ri. Yaxshi emas. Chunki hayvoningiz o'ta kuchli bo'lib qoladi. Keyin o'yinda unchalik qiziq qolmaydi. Lekin stamina bu melcho'p narsa, stamina. Juda unchalik melcho'p emas, xullas. Unchalik ham e'tibor qaratilmaydigan narsa. Qani, srazan shu atroflarni ko'ramiz. Bizga qo'y kerak. 2 ta qo'y kerak. To'g'riroq, qani qo'namiz mana shu yerga. Qani? Qo'y. Men ko'rmayapman, afsuski qo'y. Siz yurishga ham qiynalyapti yerda, menimcha uchgani yaxshiroq. Qani, qo'y, men ko'rmayapman. Katta narsa emas-da. O'yin sal qotish bor. Ba'zan shunaqa bo'lib qoladi. Sal nimagadir qotish bo'lib qoladi. Ba'zan umuman qotish bo'lmaydi. Yo'q, menimcha yo'q, rostdan yo'q. Hayvon qidiradigan modni qaytarib qo'yib qo'yaman shekilli. Mastga qo'naylik, yaxshi modni qo'shaylik, chunki tentayim chiqib ketadi. Men o'yindan ko'nglim solib ketadi. Mastga qo'namiz. Asosiy menyuga chiqamiz. Juda ham oson. Yoqib turib, mod, available mods, there deb atalarmidi? Mana, there Dino Finder. Qani? Yaxshi ham tez kirib chiqadigan qilib qo'yishgan. Oldingi eski arkda, to'g'ri eski arkda ham eski versiyalarda shunaqangi kirib chiqish qiyin edi. Uje 20 minutlab o'tirardim-da. U paytda endi SSD degan narsa yo'q edi. Ancha vaqt olardi. Mana doqilamiz. Ovismi? Ovis. Ana 6 ta bor ekan xaritada. Atrofimizda ham bor ekan-ku. FM. Ana shular ushaylik. Mana metlarda ekan. Faqat nima yeydi bular-a? Ushashimiz ham shart emas ekan. O'ldirib nima qilib ketsak bo'lar ekan. Ko'p ekan chunki. Hozir ko'rakchi nima yeydi ekan. Sweet vegetable cake.
Uyda bor-da. Da go. Uyga boramiz. Vegetable cake bor edi-da. Uyga uchaylik. Mana tez uchadi hayvonimiz. Tort bor edi-da. Tort olib kelamiz. Bittadan tort yer ekan. Adashmasam passivmi yo uxlatishimiz kerakmi unga qaramabman. Uyga qarab uchaveraylikchi. Voy, o'rtoqlar. O'yin qotmay iltimos parod qilmagin. Wow, mana buni qarang. Hayvonimiz uchun qarang. Quyosh bu yoqdan tushyapti, chunki obeddan keyin, obeddan oldin bu yoqdan tushadi. Ajdar qizil ja yoqdi deya olmayman. Men ko'k bir ajdar kutgandim. Hop, agar anu nimani o'rgatib ketsak, qo'yni o'rgatib ketsak, qolganlarni ham ochirib yuboramiz. Qolganlarni ham ochirib, o'sha nima qilib yuboramiz. Nima bo'ladi? Boshqa ranglarini ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Afsuski chatishtirib bo'lmaydi-da. Chatishtirib bo'lmaydi. Uyimiz keldi. Ana shundoq martga yaqinlashamiz. Xolodilnikda bo'lish kerak. Sweet vegetable cake degan narsa. Shirin sabzavotli tort. Hop, ana changlar qaranglar. Sekin. Qani, vegetable cake. Bor ekan mana 10 ta. Go. Qani, qaytib uchib ketamiz. Tushlar qarang. Uchayotganda usha olmayapman-da. Rasm olmoqchiman, cho'tka qilib. Ozmatda. Mana avtopilotda qo'yaylik. Mana avtopilot modi bor. Va bosib qo'yasiz, o'zi uchaveradi. Nimani bosib yurishingiz shart emas. Mana bosdim. Mana ushladim. Mana rasm. Ichi qanoti anaqa. Go qani. Qo'ylarimiz turgan bo'lsin, ish qilib. Ikkita? What? Baby always deydi. Qani bittagilar yo'qolib qoldi. Yaqinroqga borib boshqatdan qidirib ko'ramiz. Atak babysi ham bo'laveradi, farqi yo'q. Levelini farqi yo'q. Umuman bizga qani. Mana bu yoqda bor deyapti. Bittagisi hozir shatdan ketdimi, ukam? Ovis. Va siraz yo'qolib qopti, qoyil emasman. O'lib ketdi shekilli menimcha, o'ldi. Ketdi, endi mana bu ikkita deyapti, anshilarni borib ko'ramiz. Menimcha ayasimi, dadasimi shu bilan yuribdi. Ketdi, borib ushlamasak bo'lmaydi. 2200 metr, go. Bitta stamina qilib olamiz, ha? Qarang, mana region. Hep qizil ekanda. Qizil emas, qandaydir boshqacha rang. Bitta ochkomiz bor. Buni mana shunday qilib staminaga beramiz. Stamina tugab qoldi. Mana shunda dam olsak. Qani? Buni qo'y. Yaxshi, ha? Hop. Seni bossami, qanotini nima qilardi? Urar edi. Sami? Yo'q, emas ani. Ana. Shunda uchirib yuboradi hayvonlar. Uchirib, anaqa daraxtlarda ag'daryapti, ham ko'rib turganingizdek. Wow. Chiroyli ushladimi? Ofisga chiroyli ushladim. Ketdik. Mana bu yoqda. Nahotki, hozir tashlab ketdim, qo'ydi anaqami. Men joyda turadi deb o'ylabman-da. Qani? Nechta o'yis bor bu yerda? Ikkita
yozuv chiqyapti-da. Bitta F, bitta M mi? Menimcha ikkalasini o'rgatamiz. Keldik mana. Xavfli hayvonlar bo'lsa, sirazi tirs qirib tashlaymiz. Keyin qo'ylarimizni qutqaramiz. Qani? Hop, xavfli hayvon ko'rmayapti. Passiv. Qani? Passiv shunday to'rt bersak bo'ldi ekan, doktor. Voy, buni shirinligini. Qani, bolangni ham o'rgataychi, voy, mittaligini qaranglar. Urg'ochi erkak. Ikkalasidan ko'paytirib tashlaymiz. Afsuski, Arkda u dadasi bolasi degan qoida yo'q. O so'rasi. Go, qani ketdik. Uyimizga qaytamiz mana bu tarafga. O'yin saqlanib qo'yaylik. Mana bitta erkak, bitta urg'ochi. Ikkalasidan ko'paytirib tashlaymiz. Bolalaridan keyin go'sht olaveramiz. U go'shtni keyin imprint o'sha ichimligimi, nima desa bo'ladi? Suyuqligimi, shuni tayyorlashga ishlatamizda. Keyin uni ichirib ko'ramiz. Qani, bu joni masalan, ajdarhomiz joni 4,5, zarba 3319. Undan keyin yana oshish kerak. Anchagina oshish kerak. Mana shu tarafda uyimiz. Oho, tushdi qaranglar. Qani? Yaxshi. Jagodasi kattamiz, ha? Hop, qani qo'ylarimizni mana bu yerga qo'ysak, shu tartibsiz bo'lib ketdi. Mana bu ham katta bo'lyapti-kan. Sen bilan yurishni xohlaydi dedi. Yo'q, men bilan yurmaysan. Menga imprint kerak emas. Qo'ylarda imprint kerak emas. 120. Bu 179. Qo'y tuxum tug'maydi, siraz bola tug'adi. Shuning uchun qatl qo'yaveramiz. Hammani passivga qo'yib 80. Katta bo'lishini qarang. Va 99, 100. Juda yaxshi. Yo'q qilib yoqib qo'ysak, yurakchani yoqib qo'ysak, go qani. Ketdi mana уже mating. Yana bir bor hamma passiv, hech kimga hujum qilmaydi, okey. Bola olamiz bulardan. Narigi ajdarlarimizni ham ochiraveramiz уже 3 tami. Narigilarga qiziqyapman. Vo, Mavriximiz уже katta bo'libdi. Sani olaveraylik, bitta turmagini nima qilib. Ikkita ajdar kesim bu yoqqa. Mana shu mashlaga qo'ysak tiniqroq ko'rinadi. Mana buni qarang. Chiroyli-a, zo'r ishlab qo'yishgan tuxumni. Faqat nimamiz kuchi yetmayapti. Baqqa konditsionerimizni mashlaga tashlasak bo'ladi. Nima bo'ldi sizlar? Hali davom etyapti. Hop, mana shundoq. Qani bunda olov ajdarhosi kutganimdek chiqdi. Sal garrangroq bo'ladi. Menga ergashmay tursan. Endi davay, iltimos ko'k chiqsin. Yana qizilmi? Yo, men qizil xolamagandim. Sal boshqacharoq. Nima bu qizil qilib qo'yishdi buni? Buni mana 2-chi, 3-chi regioni qizil. Qizil mana to'q tushdi. Urg'ochi ekan. Jinsi bormi? Yo'q, urg'ochi. Yo'q, urg'ochi. Ana bo'lmasa. Ochsa bo'ladimi qani? Ana bo'lsa tuxum olsa bo'lar ekan. What? Faqat 3 ta qiz bola bo'lib qolibdi. Demak, erkak topsak. Oh my god. Uchirsa bo'larmikan, yo'q.
Bunaqa emas edi-ku. Bo'ldimi bolalar? Gas station boshlandi. Hozir tug'adi. Shu gas station nimaligini bilmadim, lekin shu homiladorlikka o'xshagan bir nimada. Xo'p, davay. Yana bir bor hamma passiv, ha? Mana bolacha. Pim. Ana. Katta bo'lyapti. Menimcha katta bo'lishi shart emas. Buni yengil anaqa qilib qo'yamiz. Qatl qo'yamiz. Qani? 5 ta bos. 5 ta bos. 409 ming joni bor. Bam. Endi arra bilan olamiz buni. Go'sht ko'proq chiqadi. Ana 316 ta. Oh, ancha ketadi. Hop. Ana o'tib ketdi. Endi menga hech kim ergashmayaptimi? Yo'q. Ergashyapti, yurib ketdi. Mana. Achiydigan narsalarni yo'qqa qo'ysak. Bu yoqqa. Hop, saqlanib o'yin, esdan chiqmasin. Crash beraversa keyin asabiylashib yuramiz. Hop, bular yo'qqa. Bu yoqqa. Endi imprint. 3 ta imprint kerak bizga. Crafting imprint. Nima deydi? Transferred 0 items. 0 ta narsa tortib olindi deydi. Mana bittan ko'rib chiqmadim. Yetmayaptimi? Mahsulot tortolmayapti. Ha, bo'pti. O'zimiz yig'ib qo'ya qolamiz. Birinchi bo'lib sabzavot, to'rala sabzavotdan kerak. Sandan 160 ta, voy, 160 ta sabzi. Limon 136 ta. Kartoshka 160 ta. Hop, sen bu yoqqa. Bo'ladi. Endi shu ikkala go'shtdan, son go'shti bilan qo'y go'shtidan ikkitadan kerak ekan. Mana son go'shti, mana qo'y go'shti. Imprint. Atak imprint bor edi ekan. 4 ta men. Umuman esim yo'q. 26 ta craftlayapmiz mana. 26 ta. 4 ta mana. Afsuski rasmi yo'q. Nimaga rasmi ko'rinmayapti? Bug bo'lgan. Hop, buni olib tashlaymiz. Davay, imprint qilaylikchi. Birinchi o'zimiz minib yurgan ajdarhomiz. Qanchalik kuchli bo'ladi. Qo'ylasizlar, tayyor bo'lishlaring bilan davom, okey? Davom etaverasizlar. Atak davom etishlaring ham shart emas, chunki menga sizlar trilo keraksizlar. Birovni hujum qilib o'ldirib qo'yish mumkin hayvonlarimizni. Shuning uchun nima qilamiz buni? Sekin qo'ylarimizni ehtiyot qilamiz. Qachon kerak bo'lsa, bola ochirib olaveramiz. Hop, nechta bo'ldi? 10 ta qoldi yana. Bizga boshqa qo'y kerak emas. Sen ketaver. Suv bu yoqqa. Mana bu Rex qayerdan chiqdi? Bu Rex ham yerda turursin mayli. Qani nechta? 2ta. Hamcha sabzavotlar tugabdi. Go'sht shu bilan yetsa ham kerak o'yinda oxirigacha. Hop, bular bu yoqqa. Mana 30 ta imprint potion. Oho. Save game. Birinchi men o'zim majdarimdan boshlamoqchiman. Imprintni. Qani? Hop. Ana ko'rdingizmi? 5430, 376. Oh. Malades. Staminaga qaramabman faqat. Stamina shunday turibdi. Mana sen katta bo'ldingmi? Mana senga ham bitta imprint. 3800, 693, 259. Ancha kuchsiz ekan. 4700, 317. Stamina o'zgarmasa kerak to'g'ri. Stamina o'zgarmasa kerak. Seni ko'raylikchi. 4700, 273. 334, 5800, 334, 5800. Demak, mana uni joni kamroq, lekin anaqa ekan, zarbasi kuchliroq ekan. Mana bular ham katta bo'ldi shu. Ana.
Uje yaxshi. Menimcha zarbalar yetadi. Bu yerda tursa endi bular ozgina jonlari to'lib olsa. Qani. Ikkalasini mana shu qizillik yoqmadi. Oldin chaqmoq rang bo'lardi-da, qandaydir cho'tki ko'm-ko'k bo'lardi. Mana bu olov endi. Olov ham yaxshi. Olov sal boshqacharoq ekan dizayni, ko'ryapsizmi? Patlarimda orqagacha ketgan. Oh, olov purkaydi-da. Iyi yondirib yubordi mana buni. Voy. Sherigini yondirib yuborar ekan. Ana bo'lmasa. Xo'p, o'rtoqlar, demak bugunga bo'ladi mana shu. Xudo xolasa keyingi bo'limlarda endi erkak topib ko'ramiz, balki ko'paytirib ko'ramiz bu. Oldin lekin unaqa ko'paytirish degan masala bo'lmas edi, lekin bu safar bo'lyapti. Boshida turishi bo'g'aray. Boshida turishi bo'g'aray. Ya'ni bor deyapti-yu, ha? Nimagadir bilmadim, lekin menimcha bo'lmasa kerak. Yo'q. Qonab ketgan bular, jon akam, jonni ko'paytirishimiz kerak. Jangga olib chiqib bo'lmaydi. Bularda bir sinab ko'ramiz boshqa ajdarlarga qarshi keyingi bo'limlarda. Hop, o'zingiz ehtiyot qiling. Kuningiz yaxshi o'tsin.